Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz jamoat joylarida bo'lish odobi. Ikkinchi sinf tarbiya fanidan ushbu mavzuni ko'rib chiqamiz. Darsning maqsadlari. Ta'limiy maqsad. O'quvchilarga jamoat joylarida tartib-intizomga rioya qilish zarurligini anglatish. Tarbiyaviy maqsad. O'quvchilarda odob-axloq, madaniyatli bo'lish, hurmat va tartiblilik fazilatlarini tarbiyalash. Bizda rivojlantiruvchi maqsadimiz esa nutqini, fikrlash doirasini kengaytirish, o'quvchilarni muloqot madaniyatini shakllantirish deb oldim. Tashkiliy qismga 5 daqiqa salomlashish, davomatni olish va o'quvchilar diqqatini jamlash. Kirish qismi 10 daqiqa. O'tilgan mavzuni takrorlash. Uyga vazifani tekshirish. Bunda biz o'rtog'ingni tekshir metodidan foydalanamiz. Asosiy qismni esa 20 daqiqa. Asosiy qismda yangi mavzuning bayoni, matn ustida ishlash, bilimdon pochta metodi orqali matn yuzasidan savollarga javoblar olamiz. Darslikda berilgan topshiriqlarni o'quvchilar bilan birgalikda bajaramiz. Keyin rasm asosida hikoya tuzish bor bizda. Xo'p, darsimizni boshlab olamiz. Yangi mavzuyimiz jamoat joylarida bo'lish odobi. O'quvchilar rasmga diqqat bilan qaraymiz. Hamma kitobiga qarasa ham bo'ladi. Kitobda ham ushbu rasmlar keltirilgan. Qanday joylar jamoat joylari deyilar ekan? To'g'ri. Keyin siz qanday jamoat joylariga borib turasiz? Asosan yoqtirgan joylaringiz qaysilar? Barakalla. To'g'ri. Endi ozroq men ma'lumot keltiraman. Hamma diqqat bilan eshitsin. Jamoat joylarida bo'lish odobi. Jamoat joylari o'quvchilar ko'pchilik uchun mo'ljallangan joylardir. Masalan, maktabimizni ham misol qilib olishimiz mumkin. Bozor, pochta, qahvaxona, sport zali, transport, kutubxona va do'konlar hamda jamoat joylari hisoblanadi. Bunday joylarda bo'lish tartib qoidalarga barcha rioya qilish kerak. Tushunarlimi? Demak, jamoat joylari bu o'rtoqlarimiz bilan, odamlar bilan yig'iladigan, ya'ni ko'pchilik bo'lgan, ko'pchilikka mo'ljallangan joylar ekan o'quvchilar. Endi hamma kitobiga qarasin. Bizda matn berilgan, uni biz tahlil qilishimiz kerak. Yomg'ir tingach, Akbar bilan Said istirohat bog'iga chiqishdi. U yerda qog'ozdan samolyot yasab uchira boshlashdi. Ketdik, anavi o'rindiqni ustidan uchiramiz, dedi Akbar. Ikkovi o'rindiqni ustiga chiqib olishdi. U yerdan uchirilgan qog'oz samolyotlar uzoqroqqa uchar ekan. Ikki o'rtoq bir payt samolyot o'ynab, keyin arg'imchoq uchishga ketishdi. Shu payt bir buvi nabirasi bilan kelib, o'sha o'rindiqqa o'tirdi. Voy, bu o'rindiq loy ekan. Ko'ylagingiz kir bo'ldi, dedi nabira. Arg'imchoq uchayotgan Akbar bilan Said bir-biriga alanglab, uyalib qolishdi. Nima deb o'ylaysiz, bolalar? Qanday ahvolga tushishdi? Xo'sh, o'quvchilar, Akbar bilan Said qilgan ish to'g'rimi? Albatta noto'g'ri. Jamoat joylarida bo'lish odobi deganda o'sha yerning qonun-qoidalariga ham rioya qilish nazarda tutiladi. U o'rindiqqa faqatgina ulardan boshqalar ham kelib o'tirishi mumkin. O'rindiqni loy qilganliklarini ishlaridan pushaymon bo'lib, yomon ahvolga tushib, uyalib qolishdi. Shuning uchun ularning xatosini siz takrorlamaslikka harakat qiling.
Keling, darsimizni ozroq lirik chekinishga bilimdon pochta metodi. Mana ko'rib turganingizdek, bugun ushbu metoddan foydalanamiz. Doskaga olib kelib qo'yganman. Ushbu xatjildlar ichida yuqoridagi mavzu va matn yuzasidan savollar keltirilgan va chiqib bemalol savollarni olib javob berib pochta qutisiga tashlashingiz mumkin. Bu orqali biz darsimizni qiziqarli qilib, o'quvchilarni darsga faollashtirib olib va mavzuni mustahkamlab olishimiz mumkin. Hammaga rahmat, hamma yaxshi qatnashdi. Endi kitobimizga qaraymiz. Bizda darslikda topshiriqlar berilgan, topshiriqlarni bajaramiz. Xo'p, o'rtoqlaringizga jamoat joylarida bo'lish qaysi qoidalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz debdi. 2 kishi doskaga chiqsin. Topshiriqdagi birinchi gapni o'qiyman. Mantiqiy davomini kitobga qaragan holda javob berasiz. Zina va yo'laklarda keksalar va kichik bolalarni o'tkazib yuborish. Albatta, to'g'ri, barakalla. Gapirgan odamga teskari o'girilib olish deyingiz. Xushmuomala va e'tiborli bo'lish, odob bilan gaplashish. Esnaganda, yo'tal tutganda va aksirganda og'izni yopish, jamoat mulkini va yashil hududlarni asrash. Odamlarni itarib, turtib oldinga o'tish, keksalarga, yosh bolali, homilador ayollarga joy berish. Bexosdan birovni oyog'ini bosib olsa, uzr so'rash. Telefonda baland ovozda gaplashish. Kimdir yoki nimadir haqida qo'pol yoki yomon so'z aytish. Yuklarni tashishda boshqalarga xalaqit bermaslik. O'quvchilar, biz jamoat joylarida bo'lganimizda xuddi shunday qonun-qoidalarga rioya qilishimiz kerak ekan. Endi hamma keyingi kitobning keyingi sahifasiga qarasin. Hamma ushbu suratni diqqat bilan kuzatsin. Men savol beraman, savollarga javob berib, faol qatnashga harakat qilamiz. Nima uchun odamlar qoidalar ishlab chiqib, ularga amal qilishadi? Jamoat joylarida odobga rioya qilinmasa nima bo'ladi? Ijtimoiy odoblarga rioya qilinadigan joylarda o'zingizni qanday his qilasiz? Savollarni o'ylab hamma o'z fikrini bildirishi mumkin. Barakalla, hammaning javobi qoniqarli. Yana uyga ushbu savollarga kengroq ma'lumotlar yozishga harakat qilamiz. Buni uyga topshiriq ham uyga vazifaga qo'shib qo'yamiz. Shu tarzda darsimiz tugadi. Yakuniy qism bizga 10 daqiqa. Uyga vazifa berish, o'quvchilarni baholash va mavzuni xulosalash. Uyga vazifa hozir yuqoridagi savollarga javob topib kelamiz. Keyin siz ko'proq qaysi jamoat joylarida bo'lishni yaxshi ko'rasiz? O'zingiz yoqtirgan joyda bo'lish bo'yicha kichik bir hikoya yozib kelish. Baholash. Darsda faol qatnashgan o'quvchilarni baholaymiz. Bugun o'tgan mavzuyimiz albatta biz bolalar uchun juda ham kerakli va foydali bo'lgan mavzu hisoblanadi. Shuning uchun ham siz maktabda, oila davrasida, bog'chada yoki ko'chada, umuman jamoat joyida o'zingizni hurmatingizni bilgan holda jamoat joylarida odobni saqlashga harakat qiling. Shu bilan mavzuyimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.